Amaliy maqsadni ko'zlagan insongina kutilgan yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Bugun Fera qotishmalar ishlab chiqarish bo'linmasida ish faoliyatlarini olib borayotgan jamoaning aniq manzili borligi sababli ham ishlab chiqarishda yaxshi natijalarga erishmoqdalar. Fera qotishmalar ishlab chiqarish bo'linmasida may oyi uchun reja bo'yicha 1500 tonna ferrosilika margans mahsuloti ishlab chiqarish qo'yilgan edi. Amalda esa 1597 tonna bajarildi. Fera qotishma ferrosilika margans ishlab chiqarildi. Bo'linmamizda 5 ta brigada bo'lib, ular orasida yaxshi ishchilarimiz juda ham ko'p. Misol qilib, erituvchilarimizdan Qosimov Tursunon aka, Hurmatov Inom aka, Boymurodov Qahramon akalarda, bosqinchilarimizdan esa Arziqulov Jahongir aka, Alimov Sherzod aka, Yodgorov Ibrohim akalarda misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Albatta ularning ishlarini oson deb bo'lmaydi, chunki ma'lum darajadagi issiqlik oldida turishning o'zi bo'lmaydi. Ammo olov qalb kasb egalari buni uddasidan chiqqan holda oldilariga qo'yilgan topshiriqlarni bajarib kelishmoqda.